Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Yaxshimisizlar? İtot keçilgimiz kelib ajoyib yaxshi qilsizlar. Hammanglarning tili aman bo'lsin, bosgan izlaringlardan hamisha gul unsin. Sizlarga hurmat, biz san'atkorlar izzat bo'lsin. Kamina Adilmijitdan sizlarga o'tliq salom. Rahmat. Birinchi qitim itot keçiligi o'tkazib, dal 12 yildan keyingi bugungi kunda sizlarga yana bir qitim itot keçiligi o'tkazish sharafiga ega bo'ldim. Mening xalqimga kulki ato qilish orzuyimga gap ketmaydi. Mening o'ltirsam, qopsam o'ylaydiganim birla. U bo'lsa-mu xalqim kulishgan, qaqoqlab kulishgan, ish-ishchidan kulishgan, o'y fikriga cho'kishgan deyishda boshqa ish yo'q. Assalomu alaykum. Voy, o'sha qari va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshi. Bu xalq sizning shaxsiy xalqing emas-ku? Nima bo'ldi? Endi bu xalqni hammamiz teng kuldirmaydimi? Qayda adash? Ma yalğız atning chengi chiqmas, chengi chiqsa-mu dengi chiqmas degan gap bajima adash. Da hamkorlik qildingmi? Jenim adash, senga mening yaqin sardishim, og'inam, yaxshi yozuvchi. Sen bo'lmasang bu kechiligingni qanday yaxshi qilgan oldi adash. Unda birlik qilamiz. Mening bu savoldash og'inam bor adash. O'sha yaxshi ishni topganda atrofidagi do'stlarini unutib qolgan. Voy, o'sha qari adash. Adash, Aqcham bugungi itot keçiligida men bo'lmasam qizmas. Qizamda adash. Qizamda adash. Senga bizim yigitlarning hissizsan. Sen bo'lmasang qanday? Voy, va alaykum assalom. Yaxshimi adash? Salomat turdingmi? Saboqdan boshlig'im. Adilmijit. Tashkilotning tarbiyalashi, munosabatli rahbarlarning qo'llashi bilan bu kechilikni o'tkazishga muyassar bo'ldim. Men tashkil nomidan bizning opera teatridagi barliq xizmatchilarga vakolatan sening bu kechiligingning utuqliq, g'albilik o'tkazilishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Voy, rahmat. Yo'ldosh savoldim, yo'ldosh rahbarim. Sizlar qo'llab berganga bu kechilik obdan bo'ladi. Bugun kechiligimiz cho'qim qizida xotirjam bo'l. Cho'qim qizilsin. Voy, Adilka olim yaxshimi? yaxshimi? Salomat obdan. Yumshoqlash. Bak xotin boshqarishning qanday bo'lganligini dars o'tganimning yuzini qilmadingmi? Ya men kechilikka dafni qo'ymaganingni qara. Sen xabar topmadingmi? Xabarimiz yo'q bizning bu kechilikdan. Voy, sen bo'lmasang qanday bo'ldisan? Sen degan bizning yaxshi arsimizning birisisan. Sen bo'lmasang lag'manga shaytonma yegandek bo'ldamaysan. Rahmat aka. Assalomu alaykum. Voy, va alaykum assalom. Nijat Niyaz. Rahmat obdan kelibsizlar. Savoldoshim, do'stim, yaqin qo'shnim, ittifoqlik kuch, ittifoqlik g'alaba degan. To'g'ri. Biz bir ish qilganda, hammamiz mo'rini mo'riga tirab ittifoqlashganda, anandagi yaxshi natija qazonamiz emasmi? To'g'ri deysan Nijat Niyaz. Sen degan mening saboqdoshim, rejissor. Sen bo'lmasang bu kechilikni yaxshi qilib bo'lmaydi. Sening yordaming bilan bu bo'ladi adash. Assalomu alaykum. Adil qanday bo'lding? Hamma yoqda. Voy, Adil qanday bo'ldi? Yaxshi qilib, sen meni ko'raman topsizmi? Chiroqni Nurbek emaldi. Yo Alloh. Muborak bo'lsin adash. Rahmat. Kechiligingga. Rahmat. Yo'q. Ey, sen ma kechiligimning bileti qancha pul bo'ldiki deb menga shuni o'ylab berma, epizodni ezib yurmaydi. Xotiringni jam qil. Mening hisobotga qanchalik tushganligimni bilasan-ku. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kechiligingga muborak bo'lsin. Rahmat. Adilka, bu odatda meni onda shogirdim, manda shogirdim deb shaxsiy ishing bo'lsa, quldek ishlatsan. Ajiba bu kechilik chaqiribmi qo'ymabsan ha? Appalla, haq berishdan ansirabsan-da. Ya, bunday bilma, jinim ukam. Haq berishni bu qo'rqanda. Xotirjam bo'l aka, sal haqsiz ishlab birimiz juma. Rahmat. Yo, birim, shu qararning aslida qattiq qilsa emas ukam. Og'zingga mushtumdek navat pul ketadi. Ya Alloh, otishgandi. Rahmat. Assalomu alaykum Adilka. Imom ukam qadra qavolam. Rahmat. Saradan qachon kelding? Oqshom kelgan. Xalmiratning uyiga tushga o'xshamam seni. Mendan boshqa nega tushdi aka bu? Adilka, men sizga jafokash dehqonlarning o't salomini olib keldim. Rahmat. Dehqonlarga quruq yo'l samagandasan ha? Sizni bekorlik bo'shin jiqyab, qoniga moy yutib ketibdi deb anglab, yana zag'irni to'ybayishni ag'asiga. Bo'pti, zag'irlaringni ash Xalmirat uyiga murabbaq mulab o'zing yeb ketasan. Assalomu alaykum Adilka. Va alaykum assalom qadra qavolam. Kechiliging muborak bo'lsin. Rahmat. Kechiliging qutuqliq, kulkilik,
Ülgülük olsun. Akila ukam bir quchoqlab olaysin ha.